Hozirgi kunda kelib escrow tizimi joriy qilindi. 1-aprel 2026-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga asosan 10 yildan oshgan avtomashinalar hamda ko'chmas mulk bilan bog'liq bo'lgan jamiki oldi-sotdi shartnomalari hisob-kitobi naqdsiz ko'rinishga o'tkazish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Bitimni tasdiqlaymiz va bitim tasdiqlanganligi to'g'risidagi ma'lumot bank tizimiga ketadi, axborot tizimiga. Amalda foydalanib kelayotgan ichida siz aytganda o'zboshimchalik bilan egallab olingan kvadratlar bo'lishi mumkin. Ipotekaga xarid qilganingizda propiskaga qo'yish tartibi qanaqa bo'ladi? Fuqarolik kodeksiga asosan meros o'zi ikki xil asoslarga ko'ra rasmiylashtiriladi. Uy joyini xarid qilayotgandagi kommunal qarzdorligi yangi egasiga o'tadimi, yo'qmi? Assalomu alaykum, ismim Jamshid, JZ Star Estate ko'chmas mulk agentligi rahbariman. Bugungi podkastimizda Sharipov Nodir aka notarius bilan bo'ladi. Oldi-sotdi shartnomadagi notarial harakatlardagi bo'ladigan risklarni to'liq podkast uslubida siz bilan suhbatlashamiz. Nodir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Rahmat, yaxshi. Takliflar uchun minnatdormiz. O'zimiz bilgan narsani baholi qudrat aytamiz. Rahmat, sizga ham taklifimizni rad qilmasdan bizning studiyamizga kelganingiz uchun alohida rahmat. Nodir aka, bilasiz, ko'chmas mulk sohasida O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Hozirgi kunda kelib escrow tizimi joriy qilindi va hozirgi kunda mashina ham, ko'chmas mulklar ham bank orqali oldi-sotdi shartnomasi, ya'ni hech qanaqa naqd pulsiz bank orqali oldi-sotdilar bo'ladi degan ma'lumot aylanib yuribdi. 1-apreldan kuchga kiradi degan ma'lumot bor. Asosiy mavzuyimiz bu shu haqida bo'ladi. Shunga qisqacha fikringizni bildirsangiz, o'zi qanaqa tartibda bo'ladi? Tushunarli, savol uchun rahmat. Haqiqatan ham 1-aprel 2026-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga asosan 10 yildan oshgan avtomashinalar hamda ko'chmas mulk bilan bog'liq bo'lgan jamiki oldi-sotdi shartnomalari hisob-kitobi naqdsiz ko'rinishga o'tkazish bo'yicha topshiriqlar berilgan va bu tartibni ishlab chiqish uchun Markaziy bank hamda tegishli vakolatli idoralar ishlayapti. Xo'p, bu tartib qanaqa bo'ladi? regulation.adliya.uz saytida, ya'ni normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini joylashtirib, ushbu loyihalar bo'yicha takliflar oladigan saytda bu tartib turibdi. Hozircha loyiha shaklida Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan. Xo'p, tartibga asosan, loyihadagi tartibga asosan sotuvchi hamda oluvchi o'zlari bitim predmeti bo'lgan ko'chmas mulk yoki avtomashina narxini o'zaro kelishadi. Shundan keyin xaridor sotuvchini nomiga bankka borib escrow hisob raqam ochadi. Pulni kirim qiladi, o'sha o'zlari kelishgan summani kirim qilishadi bankda. Bank pullarni qabul qilib olgandan keyin o'zini tizimida, ya'ni axborot tizimida ma'lumot shakllantirib, sotuvchi hamda sotib oluvchi to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritadi, predmet to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritadi hamda narx ma'lumotini ham kiritib, pul olganligi haqidagi ma'lumotni kiritadi. Ya'ni escrow hisobida, hisob raqamda xaridor tomonidan to'lovlar bo'lganligi haqida ma'lumot kiritiladi to'liq. Bitim taraflar notariusga murojaat qilgandan so'ng notarius barcha harakatlarni amalga oshirib, o'zimizning notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimi bor. Ushbu tizim kelgusida Markaziy bankning tegishli tizimlari bilan integratsiya qilinadi va bizga o'sha to'langan ma'lumotlar ko'rinib turadi. Ma'lumotlar ko'ringandan so'ng biz bitimni tasdiqlashimiz mumkin bo'ladi. Hozircha loyihada mana shunaqa ko'rinishda ketyapti. Loyiha, nizom ishlab chiqilgan, nizomning ilovalari bor, ya'ni pullarni qabul qilish, topshirish, taraflar haqidagi ma'lumotlar o'sha tegishli ilovalarga asosan kiritiladi tizimga va shu tartibda amalga oshirilishi loyihada hozircha shunaqa ketyapti. Shu o'rinda Nodir aka yana bitta savol tug'iladi. Bu faqat to'g'ridan-to'g'ri quruvchidan oladigan xonadonlarga tegishlimi yoki ikkinchi qo'l deyiladi. Endi ko'chada vtorichka bozoriga ham bu narsa ta'sir qiladimi? Bu jamiki bitimlarga ta'sir qiladi. Jamiki bitimlar xuddi shu tartibda amalga oshiriladi. Quruvchidan, ya'ni birlamchi bozordan uy joy yoki kvartira olinganda ham xuddi shu tartib amal qiladi. Escrow tizimi bo'yicha to'lovlar bankka topshiriladi. Yana bitta qiziq savol, Nodir aka.
bu xonadonlarning narxi ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkinmi? Endi bu mavzuga aloqador emas, просто shaxsiy fikringizni bilmoqchiman. Shaxsiy fikrim menimcha ta'sir qiladi deb o'ylayman. Endi bu meni o'zimning fikrim. Sababi muayyan bir mexanizmlar joriy etilyapti. Ya'ni naqd ko'rinishda biz hozir masalan sizda mulk bo'lsa, menda pul bo'lsa, 1 soatda rasmiylashtirishimiz mumkin. Lekin quyidagi mexanizmlar jarayonga jalb etilib, o'sha mexanizmlar joriy etilgandan so'ng, naqdsiz to'lovlar amalga oshirilish boshlangandan so'ng, bu albatta ma'lum bir vaqtni talab qiladi. Shu sababidan endi narxlarga sal-pal o'zgarish ta'sir qiladi deb o'ylayman. Ko'tariladi deb o'ylaysiz? Hech qachon arzon bo'lmaydi, albatta ko'tariladi muayyan miqdorda. Bu taxminan o'sha nimadan kelib chiqib aytyapsiz ko'tariladi deb? Shu haqida ham qisqacha iloji bo'lsa. Endi qaysi harakatlarda bu yerda qanaqadir xarajat bormi yoki qanaqadir hozircha o'sha escrow tizimini joriy etish bo'yicha loyiha, ya'ni Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan loyihada yuqorida aytib o'tilgan hisob raqam ochish, pullarni o'sha hisob raqamga, escrow hisob raqamiga kirim qilish bo'yicha bankning qaysidir komissiyasi desak, qaysidir ma'noda komissiyasi haqida so'z bormagan, lekin men o'ylaymanki bu keyinchalik joriy etiladi. Normativ huquqiy hujjat qabul qilingan taqdirda, sababi banklar xizmat ko'rsatadi, shunga yarasha haq oladi. Mana shu faktor bo'ladi. Bitta omil bo'ladi narx ko'tarilishiga. Undan tashqari, xo'p, bozor, hozir bozor, mana ko'chmas mulk bozori bizda nafaqat ko'chmas mulk bozori, avtomashina bozori ham biz bilamizki, milliy valyutada amalga oshirilmaydi. Uni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Juda katta summa, masalan, xaltalab yoki sumkalab yoki kilolab pul tashilishi kerak bo'ladi. Va tabiiyki biz chet el valyutasiga murojaat qilamiz. Bundan qochib bo'lmaydi. Hozirda amaliyotda ham shunaqa. Xo'p, chet el valyutasini orasidagi o'ynaydigan kursi ham farq qilishi mumkin. Sababi yuqoridagi tartib joriy etilsa, mana bugungi sana bilan pul to'layman, siz balki ertaga, balki indinga pulingizni olasiz. Ya'ni sotuvchi sifatida. Orada kurs tushishi, chiqishi degan narsalar bor. Kun sayin bo'lyapti, har doim ko'ramiz buni. Mana shu jihatdan ham farq bo'ladi. Qaysidir tomon yo'qotadi muayyan bir summani, o'shani hisobida, o'shani qoplash uchun narxlar ko'tarilishi ta'sir qiladi. Notarial harakat davomida siz aytmoqchisizki, bir kundan keyin pul kartada ko'rinadimi? O'tkazilganligi to'g'risida. Shunday. Oluvchida. Loyihada shunaqa ketyapti. Biz escrow hisob raqamini tekshiramiz. Pul kirim qilinganligi haqida ma'lumotni olganimizdan so'ng bitimni tasdiqlaymiz va bitim tasdiqlanganligi to'g'risidagi ma'lumot bank tizimiga ketadi, axborot tizimiga. Keyin bank axborot tizimi o'sha sotuvchini muayyan plastik kartasi yoki hisob raqami qaysi biri qulay bo'lsa, o'shanga o'tkazib beradi. Va bu real vaqt rejimida amalga oshmaydi, sababi erta inson omili bor. Masalan, shanba, yakshanba kunlari bankimiz ishlamaydi, banklarimiz. Undan tashqari ish vaqti ham chegaralangan banklarda. Qaysidir ma'noda shu ushlanishlar bo'ladi, to'xtalishlar bo'ladi. Bilamiz, men ko'chada, bozorda holat mana bunaqa. Endi faqat o'sha to'liq pulni olgandan keyin oluvchi, masalan, keyin qo'l qo'yadi bitimga. Shunday. U holatda qanaqadir risk, qanaqadir qo'rquvlar bo'lmaydimi? Qo'rquvlar bo'lmas. Boshlanishida. Keyinchalik bo'lmasligi mumkin, lekin boshlanishida. Tushundim. Aslini olganda, mana shu escrow tizimini joriy etilishini sabablaridan, omillaridan biri bu ham sotuvchini, ham oluvchini aslida sug'urtalash, ya'ni xavf-xatarlardan sug'urtalash. Kelinki sotuvchi yoki oluvchi o'sha bitimni amalga oshirmoqchi bo'lsa, xaridor pullarini borib bankka topshiradi, ya'ni ishonchli. Mabodo bitim amalga oshmay qolsa ham ertaga u pullarini qaytarib ola oladi. Yoki sotuvchi sotadi, lekin muayyan vaqt o'tgandan keyin bo'lsa ham kafolatli to'lovini o'ziga oladi. Bu narsa aniq bo'ladi, xavf bo'lmaydi. Ikki tomonni ham sug'urtalash, esa xavfsizligini ta'minlash maqsadida bu tizim joriy etilyapti. Xavf degan joyingizga bitta yana qo'shimcha savol beraman. Bilasiz, men O'zbekistonda quruvchilar juda ham ko'p. Va novostroykalar hozir mijozlarimiz juda ham ko'p novostroykalar xarid qilyapti.
O'sha yerda ko'ryapmiz nechtadir quruvchilar ba'zilari obyektni topshira olmayapti o'z vaqtida, ba'zilari qanaqadir holat sabab umuman uchredителlar qamalib ketyapti. Aytmoqchimanki, biza o'rtada mana bu investitsionniy shartnomalar bor, bitimlar. Aha. Birovdan birovga o'tkazish. Shaxsdan shaxsga o'tkazish. Hali kadastri yo'q, hujjati yo'q, lekin investitsion shartnomani birovdan birovga o'tkazishda qanaqadir xavf, xatar yoki noqonuniy joyi bormi? Noqonuniy joy aslini olganda yo'q. Endi bu yerda barcha javobgarlik va mas'uliyat quruvchiga yuklanadi bu holatda. Haqiqatan ham siz aytganday, bu ham katta risk, katta tavakkalchilikni amalga oshiradi investor. Ulush shartnomasi, ulush kiritish shartnomasini nazarda tutyapsiz, tushunishim bo'yicha. Xuddi shunday. Haqiqatan ham ular o'rtasidagi tuziladigan shartnoma bu qonuniy shartnoma, uni yuridik kuchi bo'ladi, lekin siz aytgan yuridik kuchga ega shartnomalar. Siz aytayotgan holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha quruvchi tashkilot rahbarlari bo'ladimi yo ta'sischilar bo'ladimi? Ular muayyan bir firibgarlik holatini sodir etsa yo boshqa jinoiy harakatlar sodir etsa, mana bu shartnomalar asos bo'ladi qaytadan undirib olishga summalarni. Asos bo'la oladi. Lekin 100%lik natija baribir menimcha bo'lmaydi deb o'ylayman. Sababi u shaxsga bog'liq. Quruvchi shaxsga bog'liq. U insofli bo'lsa, shartnoma shartlariga to'liq rioya qilib bajarib beradi. Agar muayyan bir harakatlar sodir etilsa, u javobgarligi ko'riladi. Hozir masalan quruvchi emas, investor xarid qilgan, investordan o'zini yaqin qarindoshiga yoki yaqin o'rtog'iga sotyapti. O'sha holatda quruvchi javobgar bo'ladimi yoki o'sha o'rtadagi mana bu investor ham aloqador bo'ladimi? Nima uchun bu savolni beryapman? Chunki boshida qatlagan holatda xonadonlar, bilasiz Nodir aka, arzon bo'ladi. Arzon payt sotib oladi, ozgina foydasi bilan kadastr chiqmasdan turib sotiladi. Sotilganda tabiiyki o'sha investitsion shartnomadagi narxni quruvchi balandroq ko'rsata olmaydi. O'sha holatda qanaqa bo'ladi? Birinchi investor javobgar bo'ladimi? Birinchi investor qaysi holatda, agar quruvchi o'zini majburiyatini bajarmaganda demoqchimiz? Quruvchi o'zini majburiyatini bajarmadi, obyektni topshira olmadi va yangi investor sudga murojaat qildi. Xo'p, tartibi bo'yicha o'sha ilgari birinchi investor bilan quruvchi o'rtasidagi tuzilgan shartnomaga qo'shimcha kelishuv qilinadi. Agar birinchi dastlabki shartnomada shu huquqlar nazarda tutilgan bo'lsa, ya'ni kim taraflar o'zini ixtiyori bilan shartnomaga o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish vakolatiga ega degan huquqlar berilgan bo'lsa, qo'shimcha kelishuv tuzilib, yangi investor o'yinga kiradi. O'zimiz tilda aytganda, eski investor chiqadi. To'lovlar masalasi bo'yicha butun o'sha kvartirani yoki ko'chmas mulkni to'lovlari qilib bo'lingan bo'lsa, birinchi investor tomonidan, ikkinchi investor unga to'lovlarni qiladi, lekin bu hech qayerda qaysidir ma'noda rasmiylashtirilmaydi. Qaysidir ma'noda shunaqa bo'ladi. Siz aytayotgandek holatda birinchi investor menimcha javobgar bo'lmaydi pul masalasida. Lekin ularni o'zaro birinchi investor bilan oldi berdisi, mana shunisi mavhumroq masala. Hozirgacha muayyan bir mexanizm, muayyan bir tartibga solish bo'yicha ishlar qilinishi kerak deb o'ylayman bu bo'yicha. Tushunarli. Yana bitta savol shu joyda narx masalasiga to'xtaldik. Bilamiz, ko'chmas mulk bozorida asosan oldi sotdi shartnomadagi narx qolyapti, o'zgarmayapti. Ya'ni $100,000 ga masalan bitta xonadon sotilgan bo'lsa, 1 yildan keyin $120,000 ga sotilyapti u xonadon va oldi sotdi shartnomadagi narx o'zgarmayapti. Bu oluvchi uchun qanaqadir xavf-xatar tug'diradimi yoki yo'qmi? Xavf-xatar tug'diradi va yuqoridagi escrow tizimi ham aynan shu uchun joriy etilyapti. Bitta faktor bu ham. Xavf-xatar tug'diradi, sababi shartnoma muayyan bir asoslarga ko'ra bekor qilinadigan bo'lsa, shartnomada ko'rsatilgan summalargina sud tomonidan majburiy tartibda undirib beriladi. Qarorda shunaqa ko'rsatiladi sudning hujjatida. Endi u shartnomani bekor qilish asoslari ham bor.
u shartnoma sudga berilsa bekor bo'lib ketadi degan nuqtai nazar bo'lmasligi kerak. Sababi asoslar juda qattiq. Ya'ni yengil-yelpi uni bekor qilish imkoniyati yo'q. Yo'q, bu narsa qonunchiligimizda juda ham yaxshi ishlab chiqilgan. Muayyan bir asoslar bor. Endi men o'ylaymanki, sudlarimizda ham yuqoridagi kabi bitimlarni bekor qilish yo bitimlarni haqiqiy emas deb topish toifasidagi ishlar juda kam, foizi kam deb o'ylayman. Bo'lmasa bu haqda bizda shov-shuvli materiallar chiqib turardi. Biz hozir unaqa materiallarni deyarli ko'rmaymiz ommaviy axborot vositalarida. O'zi Nodir aka shu joyda o'zi qaysi holatlarda bekor bo'ladi? Mana shunaqa bitimlar. O'zi umuman real mana shu 5-10 yil ichida qaysi holatlarda bekor bo'lgan? Bu bo'yicha menda aniq statistika yo'q, lekin fuqarolik qonunchiligiga nazar soladigan bo'lsak, taraflar o'zlari tuzgan shartnomani o'zlari yana ikki tomonni kelishuviga asosan bekor qilishi mumkin. Bu birinchi holat. Buni notariusni o'zi amalga oshirib biladi. Shunday. O'sha shartnomaga qo'shimcha kelishuv tuzilib bekor qilinadi. Yana bitta asoslardan biri taraflardan qaysidir biri, masalan, bitim taraflaridan kimdir muomala layoqati cheklangan yoki muomalaga layoqatsiz bo'la turib bitim tuzgan bo'lsa, bu ham bekor bo'lishiga asos bo'ladi. Lekin yuqoridagi kabi oldi sotdi bitimlari, ya'ni ko'chmas mulk oldi sotdi bitimlarini tasdiqlashda notarius taraflarning huquq layoqatiga aniqlik kiritadi va buni imkoniyati bor. Notarius tizimida ko'rinadi Notarius tizimida ham bor. Qolaversa o'zaro suhbatda bitim ishtirokchisidan qanday bitim tuzayotgani, oqibati, huquqlari, majburiyatlari to'g'risida batafsil aytib eshitiladi bu masala. Mana shu ikkita holatda bekor bo'ladi. Yana bekor bo'ladigan asoslari bor, fuqarolik kodeksida. Masalan, yana bitta savol beraman. Ba'zilarda endi bizani real кейsimizda bo'lgan holatlar bor. Er-xotin faqat eri O'zbekistonlik, ayoli chet davlat fuqarosi. Va u ZAGSdan chet davlatda o'tgan. Sizlarda notarial tizimda ko'rinmaydi u narsa. O'sha holatda qanaqa bo'ladi? Xo'p, siz aytgan holatlar haqiqatan ham bor. Bu o'sha sotuvchi, kelinki misol keysida oladigan bo'lsak, sotuvchi mana shunaqa holat qilib sotib yubordi desak, sotuvchining harakatlarida firibgarlik alomatlari bo'ladi. Kelinki bitim bekor bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha er-xotinni nikoh davrida orttirilgan mulkni sotishda, tasarruf etishda er va xotinning birgalikdagi roziligi olinadi umumiy tartib bo'yicha. Yuqoridagi kabi misolda esa sotuvchi taraf chet elda nikohda o'tgan, u haqida ma'lumot O'zbekistonda yo'q bo'lsa, nikohi yo'q, qarshilik qiluvchi turmush o'rtog'i yo'q degan mazmunda ariza olinib bitim rasmiylashtiriladi. Biroq yuqoridagi kabi xotini paydo bo'lib qolsa yo turmush o'rtog'i paydo bo'lib qolsa, u sotuvchining harakatlarida firibgarlik alomatlari bo'ladi. Sababi u bilan ko'ra turib yashirib mana shu bitimni tasdiqlanishiga erishgan. Bitim bekor bo'lgan taqdirda ham sotuvchining harakatida jinoyat alomatlari borligi sababli o'rganish uchun tegishli vakolatli organlarga yuboriladi. Yana shu joyda bitta ma'lumot berib ketmoqchiman. Chet elda nikohi rasmiylashtirilgan yoki chet elda nikoh munosabatlariga kirishgan odam albatta o'sha hujjatini, ya'ni nikoh guvohnomasini O'zbekistonga olib kelib, fuqarolik holat dalolatnomalarini yozish organlarida ro'yxatga qo'yish imkoniyati bor. Bizning amaliyotimizda ham bo'lgan chet el nikohlarini biz tekshirib olamiz. Faqat o'sha shaxs kelib FHD organlarga ma'lumot taqdim qilib, o'zi murojaat qilishi kerak. Uni o'sha qonuniy rasmiylashtirish yo'li qanaqa o'zi? Masalan, keldi, tezroq sotib ketish kerak uyini yoki mashinasini, ayoli bor. Lekin O'zbekistonda ro'yxatdan o'tmagan. Bu o'sha aytilgandek yuqoridagi tartib bilan oldi-sotdi qilinadi. Endi buni bitimni bekor qilish uchun ana o'sha nikohidagi ayolning xabari bo'lib, u O'zbekistonga kelib sud organlariga murojaat qilish kerak bo'ladi. Shundan keyin ish ko'rib chiqiladi. O'shanda ham asoslar topilsa bekor bo'lishi mumkin. Bekor bo'lishini emas, qonuniy o'shani qanday qilish bir osonroq yo'li bormi? Masalan, hozirgi kunda oldi sotdi shartnomadan oldin ayolini rozilik xati olinadi. Shunday. Mana shu narsani qonuniy qilishning yo'li bormi? Допустим, yoki xotinni olib keladi yoki xotindan qanaqadir ishonchnoma olib kelishi mumkin. Rozilik xatiga chet el fuqarosi bo'lsa-mi, turmush o'rtog'i? Da, chet el bo'ladi. Arizasini olib kelsa, biz uni qabul qilamiz.
arizasini olib kelsa, notarial tartibda tasdiqlangan arizalar bo'lsa bemalol. apostil hujjatlari hammasi bo'lishi kerak, to'g'rimi? Shunday. Tushunarli. Yana bitta sizga savol beraman. Agar novostroyka olgan bo'lsangiz, hujjati yo'q, masalan, kotlovan holatdagi novostroykani boshqa kishiga o'tkazib bersa, xotini chet el fuqarosi yoki eri chet el fuqarosi bo'lsa, u ham noqonuniy hisoblanadi. Endi U qanday holatda aytmoqchi bo'lganim- novostroykani mulkiy hujjatlari chiqib, mulk huquqlari davlat ro'yxatidan o'tgandan davlat- keyinmi? davlat ro'yxatidan o'tmasdan turib. U yerda juda murakkab bu jarayon. Qaysi ma'noda? Huquqiy jihatdan tartibga solinmaganda. Masalan, men tushundim sizni Bo'shliq bor, savolingizni. o'sha joyda. Bo'shliq bor. Bo'shliq bor. Haqiqatda buni mexanizmlarini ishlab chiqib, qonunchilikka joriy etish kerak. Yuqoridagi kabi ulush shartnomasini, ulush kiritish shartnomasi bilan o'tkazib yuborsa demoqchisiz, tushunishim bo'yicha. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Investitsion shartnomani Fuqarolik kodeksiga asosan mulk huquqi unga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazgandan keyin vujudga keladi deb yozib qo'yilgan. Bu degani nima? Oddiy misolda, men mashinani oldi-sotdi qilib nomimga oldim, notarialniy shartnoma bilan, lekin yo'l harakati xavfsizlik xizmati bo'limlarida tegishli tartibda texpasport hamda davlat raqam belgisini olmasam, meni mulk huquqim qayd etilmay turadi. Bu jarayon 1 yil bo'lishi mumkin. Qonunchilikda 10 kungacha ruxsat bor. 10 kunlik muddatni buzsangiz, siz tegishli tartibda jarimaga tortilasiz. Ko'chmas mulklarda sal boshqacha, 1 oy davomida. Xuddi yuqoridagi kabi tartib bo'yicha mulk huquqi hali vujudga kelmagan, lekin ulush shartnomasi bor. Ulush shartnomasi bo'yicha boshqa bir yangi investorni ulush shartnomasi bo'yicha o'zining huquq majburiyatlarini unga o'tkazayotgan bo'lsa, uni turmush o'rtog'ini roziligini olish olmaslik masalasi bu bo'shliq, to'g'risi. Bo'shliq. shu joyda yana bitta real case bo'lgan bizada. 2019-yil Nestvan turar joy majmuasidan noturar joy yaqinda sotdik. 2019-yil oldi sot shartnoma qilingan, notarial bitim tasdiqlangan, lekin oluvchi kadastr agentligiga beriladigan to'lov kvitantsiyasiga to'lov qilmagan. Shunday. To'lov qilmagandan keyin kadastr chiqmagan va shu paytgacha kadastr chiqarilmagan. Yaqinda sotdik. O'shani tartibi qanaqa bo'ladi? Muddat 10 kun ichida to'lov qilish kerak. To'lov qilmasa qanaqadir jarimasi bormi? Jarimasi bor. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan mulk huquqlarini tegishli muddatda davlat ro'yxatidan o'tkazilmaganligi uchun jarima solinadi. Ko'chmas mulklarda ham bor bu narsa, avtomashina bilan bog'liq bitimlarda ham bor. Jarima qilinadi, amaliyotda jarima qilib kelinyapti. O'sha holatda umuman deyarli men o'zim hayron qoldim. Soliq hech narsa chiqmagan, hech qanaqa mol-mulk solig'i hech qanaqasiga ro'yxatdan o'tkazilmaganligi uchun xuddi shunday bo'ladi. Sababi mulk huquqlari davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyin soliq organlariga ham ma'lumot yuboriladi avtomat ravishda. Mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tkazilmay tursa, u o'sha eski egasini nomida hisobda qayd etilib turaveradi. ya'ni mol-mulk solig'ini o'sha eski egasi to'laydimi? Qaysidir ma'noda agar undiruv kelsa, majburiy tartibda undirish belgilangan bo'lsa, eski egasiga yuboriladi. Eski egasiga u eski egasi oldi sot shartnomani ko'rsatsa, men bu sanada sotganman deb keyinchalik yangi sotib olgan odamdan undiriladi. Sud tartibida, soliq inspeksiyasi sud tartibida ariza berib, sud tartibida undirib oladi. Shunaqa. Taxminan jarimasi o'zi necha pul bo'ladi aka o'shani muddatda to'lamasa? Yoki aniq ma'lumot bo'lsa-ga? Avtomashina bilan bog'liq bitimlarni ro'yxatdan o'tkazilmaganligi uchun adashmasam yarim bazaviy hisoblash miqdorini yarim akladi miqdorida. Ko'chmas mulklarning to'g'risi muayyan summani bilmayman. Ma'lumotim yo'q, esimdan chiqib turibdi hozir. Lekin bor bu narsa. Bor, belgilangan. Jarima bor, Shu joyda Nodir aka yana bitta hozir sizga savol beraman. Ko'p holatlarda bizda kesimizda bo'lgan meros qilib qoldirilgan ko'chmas mulklar. Odatda meros qilib qoldirilgan ko'chmas mulklarda shu aka-ukalar, boshqa insonlar bo'ladi. O'shani hammasini roziligi kerak bo'ladi, sotilishida. Yoki meros rasmiylashtirish jarayoni bu alohida o'zi katta mavzu.
Va endi tushunishim bo'yicha shunday roziligi olinadi, bitta merosxo'rga o'tkazish ham mumkin bo'ladi. Xo'p, meros tartibida o'tgan mulk bo'yicha tasarruf etyapti. Shunaqa demoqchimisiz? Da, shunaqa. Nizoli holatlar juda ko'p bo'lganmi notariusda? Mani amaliyotimda men o'zi juda ko'p bo'lmadi. Hali notarius bo'lib ishlayotganligimga bo'lmagan, shu paytgacha bo'lmabdi. Hozirgi kecha kunduzda men o'ylaymanki, nizoli holat deyarli imkonsiz. Sababi jamiki ma'lumotlar, ya'ni o'sha fuqarolik holati dalolatnomalari onlayn tizimga kiritilgan. Biz o'sha bitim ishtirokchisi bo'lgan shaxsni fuqarolik holati bo'yicha barcha ma'lumotlarni olamiz. Xo'p, bu bilan nima demoqchiman? O'sha meros rasmiylashtirishda ham notarius meros qoldiruvchini jamiki darajadagi merosxo'rlarni aniqlashi mumkin. Ya'ni meros o'sha murojaat qiluvchilar tomonidan kimdir, qaysidir merosxo'r yashirilayotgan bo'lsa, bu ma'lumotni ko'rish mumkin va bu ma'lumot ko'riladi, ko'rilyapti. Taxminan bu o'zgarishga ham 3-4 yilcha bo'lib qoldi. Onlaynda ko'rinadi. Nechta aka-uka qolgan, o'sha meros qoldiruvchining farzandlari nechta, ota-onasi nechta, turmush o'rtog'i necha marta uylangan, ajrashgan, barcha ma'lumotlar ko'rinadi. Va hozirgi kecha kunduzda meros bo'lib o'tgan mol-mulklarni, ko'chmas mulklarni sotib olishda xavf yo'q. Aniq buni aytish mumkin, xavf yo'q. Hech qanaqa xavf yo'q. Yo'q. Endi oldingi mentalitetda qanaqadir xavf bor, meros oluvchilarni hammasini chaqiring. Endi men o'ylashimcha to'g'ri, haqiqatda muayyan bir holatlar bo'lgan, sud tartibida bekor qilinish holatlari bo'lgan, lekin hozirgi kecha kunduzda o'sha barcha ma'lumotlar avtomat onlayn tizimda kiritilganligini munosabati bilan bu narsaga nima deydi, xatolikka yo'l qo'yish imkoniyati yo'q. Sababi hamma narsa sizda ko'rinib turadi. Notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimida jamiki ma'lumotlar ko'rinib turadi. Meros qoldiruvchi haqida ham, merosxo'rlar haqida ham. Yana bitta bitimga kelamiz. Merosdan keyin bilamiz, hadya shartnomasi turadi. Xo'p. Hadya shartnomasida o'zi qanaqa tartibda amalga oshiriladi bitim? Hadya beruvchi hamda hadya oluvchi qatnashadi. Hadya shartnomasi fuqarolik kodeksiga asosan sovg'a sifatida beriladi. Xo'p, qiymati, ya'ni hadya qilinayotgan mulkning qiymati 10 bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravaridan oshsa, u yozma tartibda tuziladi. Ko'chmas mulklar avtomashinalar bilan bog'liq bo'lsa, notarial tartibda tuziladi. Hadya shartnomasi mana shunaqa bo'ladi. Endi o'zimni eshitishim bo'yicha hadya shartnomasi yaqin qarindoshga o'tkazilsa, ya'ni ota o'g'ilga yoki o'g'il otaga o'tkazsa agar hech qanaqa daromad solig'i chiqmaydi deb eshitganman. Shunday. Rostmi? To'g'ri bu ma'lumot. Soliq kodeksiga asosan yaqin qarindoshlar o'rtasida ko'chmas mulklar, turar va noturar mulklar bo'lishidan qat'iy nazar, ko'chmas mulklar hadya shartnomasi bilan bir-biriga o'tkazilganda soliq undirilmaydi. Faqat begona shaxslar, ya'ni qarindoshligi bo'lmagan shaxslar orasida hadya bitimi rasmiylashtirilsa, ko'chmas mulklar hadya tartibida o'tkazilsa, hadya oluvchida daromad solig'i hisoblanadi. Sababi siz tekinga boyigan bo'lasiz. Tekinga mulkdor bo'lgan bo'lasiz. Tekinga xarajatsiz. Va shu sababdan o'sha ko'chmas mulkni oladigan bo'lsak, kadastr qiymatidan 12% daromad solig'i sizdan undiriladi. Hadya oluvchilar. Necha pul bo'lgan bo'lsa, eski summa, masalan 100 million. Yo'q, eski summa emas, kadastr summasi, ya'ni bu inventar summasi deyiladi. Inventar qiymati. Har bir inventar qiymati, har bir ko'chmas mulklar bo'yicha inventar qiymatlar bor. U o'sha kadastr organlari tomonidan qo'yiladi. Ularning ham o'zining tartibi bor, adashmasam. Mana shu summadan 12% hisoblanadi. Ko'p holatlarda kuzatganman, o'sha inventar narx juda past ko'rsatilmaydimi o'sha oldi sotish shartnomalarida? Men ham hayronman. Yo, inventar narxni o'zi ishlab chiqish bo'yicha kadastr ma'lumot beradi bu haqda bizga. Xo'p, va bu narsa to'g'risi qanday inventar narxi nimaga qarab belgilanadi, bu bo'yicha menda ma'lumot yo'q, lekin oxirgi o'zgarishlarga asosan davlat rahbarimiz tomonidan mulklarni, ko'chmas mulklarni bozor qiymatini o'sha kadastr qiymati, inventar qiymatiga yaqinlashtirish, ya'ni inventar qiymatini bozor qiymatiga yaqinlashtirish bo'yicha topshiriqlar berilgan va qaytadan mulklar baholanib chiqadi kadastr organlari tomonidan.
yaqin kunlarda bu jarayon boshlanadi adashmasam. Juda katta ob'em u. O'sha eskilarni ham yoki yangilarini aytayotgan ma'lumot? Yo'q, kadastr organlarida ko'chmas mulklar bilan bog'liq barcha ma'lumotlar bor. Ularni ham tizimda onlayn kiritib boriladi. Aytmoqchi bo'lganim, jamiki eski mulk bo'ladimi, yangi mulk bo'ladimi, ma'lumoti bo'ladi. Shunga qarab ular narx chiqaraveradi. Inventar narxini. Bu yangi odamga o'tgan payt inventar narxi o'zgarishi mumkin demoqchisiz. Inventar narx tushunishim bo'yicha vaqt o'tgan sayin o'zgaradi. Masalan, mulk 1 yilning ichida 10 marta yangi mulkdorga o'tsa, o'zgarmasligi mumkin inventar narxi. Lekin 10 yil o'tgandan keyin o'zgaradi. Masalan, 2026-yilda inventar narxi 100 million bo'lgan qiymati 100 million so'mlik mulk oradan 10 yil o'tib narxi oshadi, inventar narxi oshadi. Hadya shartnomasida Nodir aka da'vogarlar bo'ladimi o'zi? Masalan, ayoli hadya oluvchini da'vogarlik qilib biladimi? Xo'p, hadya tartibida ko'chmas mulklar yoki o'sha avtomashinalar o'tganda umumiy holatlarda da'vogar bo'lmaydi. Faqat qonunchilikda belgilangan alohida izohlar bor. Ya'ni ko'chmas mulkni hadya tartibida qabul qilib olgandan keyin hadya oluvchi turmush o'rtog'i bilan birgalikdagi nikoh davrida ushbu ko'chmas mulkni yaxshilashga qaratilgan, bir qiymatini oshirishga qaratilgan ishlar qilgan bo'lsa, masalan, hovli joy hadya bo'lib o'tdi. Hadya oluvchi uni buzib qaytadan qurgandan keyin bevosita turmush o'rtog'ini haqqi bo'ladi. Nikoh davrida ushbu jarayon amalga oshirilganligi sababli. Umumiy holatda siz hadya qilib oldingiz va shu turishda qaytadan tasarruf qilmoqchi bo'lsangiz, hech qanaqa o'zgartirish kiritmasdan turmush o'rtog'ining roziligi talab etilmaydi. Hadya hamda meros tariqasida o'tgan mulklarda shunaqa bo'ladi. Endi uni notarius ko'ra olmaydi-ku qanaqadir. Notarius ko'ra olmaydi. Rekonstruksiya qilingan, boshqa narsa Yo'q, nima uchun bizda agar qayta qurilgan bo'lsa, qurilishga ruxsatnoma olish hamda qurib tugallangan obyektdan foydalanish to'g'risidagi ruxsatnomalar bo'ladi, hamda bu ruxsatnomalar tegishli tartibda kadastr organlaridan ro'yxatdan o'tkaziladi. Shunga asosan biz turmush o'rtog'ining roziligini talab qilamiz. Yoki yana bitta holatda kelinki uyni qurib, buzib qaytadan qurmagan, lekin ichini chiroyli qilib, qimmatbaho ta'mirlagan bo'lsa, bunaqa holatda ayoli sudga murojaat qilib, mana shu mulkda meni ulushim bor, mana shunaqa yaxshilanishlar bo'lgan men bilan birgalikdagi turmushi davrida deb da'vo kiritsa, sud tomonidan belgilanib beriladi. Belgilanib berilishi mumkin. Belgilanib berilishi mumkin. Shunday. Sababi oila kodeksida shunaqa yozilgan. Er xotinni birgalikdagi nikoh davrida orttirilgan mulklari umumiy mulk bo'ladi, faqat meros hamda hadya tartibida o'tganlari mustasno, lekin yuqoridagi holat o'sha merosda ham, hadyada ham o'tgan mulklarda yaxshilanishlar, qanaqadir qiymatni oshirishlar bo'lgan bo'lsa, jarayondan o'tgan bo'lsa, unda ayolni ulushi bo'ladi. Baribir o'sha aytmoqchisizki, sud tartibida belgilanadi. Ayol murojaat qilsa, umuman olganda turmush o'rtog'i murojaat qilsa, sud tartibida belgilab berilishi mumkin. Bu amaliyotda bo'lgan bu holatlar. Yuqoridagi kabi turmush o'rtog'ini ulushi belgilangan holati ham bo'lgan. Nikoh davrida sotib olingan mulkda turmush o'rtog'ining daxli yo'qligi haqida sud qarorlari bor, amaliyotda bizga keladi. Endi mana bu jamiyatda shunaqa holatlar kuzatiladi. Er xotin birgalikda nikohdan o'tadi, muayyan bir sabablar bilan birgalikda yashamaydi. Ya'ni oilaviy munosabatlar tugaydi, lekin fakt jihatdan ular nikohda turibdi. Orada kimdir mulkdor bo'ldi, er yoki xotin. Uni tasarruf etish uchun keladi notariusga. Mana shunaqa holat chiqib qolgandan so'ng turmush o'rtog'imning daxli yo'q, men u bilan faloncha yildan beri yashamayapman degan masala ko'tariladi. Biz tegishli tartibda sudga yo'naltiramiz. Fuqarolik sudida bu masala hal etiladi, hal etilib kelyapti. Men o'zimning amaliyotimda ham bor, sud qarorlari kelgan, turmush davrida orttirilgan mol-mulkda eri yoki xotinining daxli yo'q degan qarorga asosan bemalol o'zi tasarruf etadi mulkdor. Nodir aka, yana bitta savolim bor sizga. Men bu o'zboshimchalik bilan egallangan shu noturar joylar, ba'zi paytda xonadonlar kuzatiladi.
yoki hovlilar. O'sha paytda oldi-sotdi shartnoma, bitim tartibi qanaqa bo'ladi? Xo'p, oldi-sotdi bitim ko'chmas mulklar bo'yicha aytadigan bo'lsak, biz ko'chmas mulklarni tavsifi hamda tarkibi haqida ma'lumot olish uchun kadastr organlarida real vaqt rejimida ariza jo'natamiz. Arizaga bizga ma'lumotlar keladi, mulkni ma'lumotlari, yeri ma'lumoti, kvadrati, qurilishi, yashash maydoni, foydali maydoni, umumiy maydoni haqida ma'lumotlar keladi va biz yuridik hujjatlar bilan taqqoslaymiz. To'g'ri bo'lsa, biz bitimni amalga oshiramiz. O'sha kadastr organlari tomonidan yuboriladigan ma'lumotda bitimning ko'chmas mulkning tarkibi yuridik hujjatga asosan ko'rsatiladi. Muayyan kvadraturalar amalda foydalanib kelayotgan ichida siz aytganda o'zboshimchalik bilan egallab olingan kvadratlar bo'lishi mumkin. Asosan bu yer bo'ladi hozir kecha kunduzda. Yuridik hujjatga asosan 800 kvadrat yer egaligida, lekin amalda u 1200 kvadratdan foydalanyapti. Ya'ni 400 kvadrati o'zboshimchalik bilan egallab olingan. O'zboshimchalik bilan egallab olingan qismi bitimda ko'rsatilmaydi, ya'ni uni yuridik hujjati yo'q. Biz faqat mana shu 800 kvadratini ko'rsatib, oldi-sotdi bitimini tasdiqlab beramiz. Ba'zi holatlarda o'sha men o'zimda tajribamda bo'lgan, o'zboshimchalik bilan egallangan noturar joy sotganimizda manimcha kvadratura deb yozib qo'ygan kadastr hujjatida. U holatda o'sha mijozlar o'sha narsaga e'tibor berishi kerakmi yoki kerak emasmi? Albatta buni narxini kelishda e'tiborga olinmasligi kerak. O'zboshimcha bilan egallangan yeri. Bu narxga albatta ta'sir qiladi. Masalan, noturar bino, savdo do'koni kelinki o'zi 100 kvadrat bo'lsa, lekin qo'shimcha yana 200 kvadrat yerni atrofini o'rab olib, omborxona yo nimadir qilib ishlatayotgan bo'lsa, terrasa qilib hozirgi kunda foydalanyapti va shunga katta reyd ketyapti hozirgi kunda Toshkent shahrida. O'zingizam bilasiz, ko'rib turibsiz. Shunday. Shu holatlarga endi mijozlar noqulay holatga tushib qolayotgani uchun shu savolni men sizga berdim. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yerlar inobatga olinmaydi, inobatga olinmasligi kerak. Sababi uni huquqiy hujjati yo'q. Ertaga u mulkdorga majburlov choralari qo'llanilmagan taqdirda ham kelgusidagi yangi mulkdordan u yerlar albatta olinadi. Davlat uni qaytadan dastlabki holatda foydalanish bo'yicha majburiyat yuklatishi mumkin mulkdorga nisbatan. Shunaqa holatlar bo'ladi va bu inobatga olinmasligi kerak deb o'ylayman. Narx-navoga ham ta'sir qilmasligi kerak. Faqat qonuniy hujjati bor, ya'ni hujjatda ko'rsatilgan kvadraturalardagi ko'chmas mulklarni narxini kelishayotganda shuni e'tiborga olinishi kerak. Tushunarli. Bu yerda o'sha ko'plab o'sha mijozlarimiz faqat o'sha real o'sha necha kvadratura o'sha xonadonni yoki o'sha noturar joyni yoki o'sha hovlini olishini tavsiya berasiz. Yuridik hujjatida ko'rsatilgan kvadraturalarga ishonish kerak va o'sha bo'yicha ish olib borish kerak. Shunday. Endi ba'zilar mijozlar bo'ladi-ku, uyni egalari, yo'q, men bu joyni menimcha bog' qilib qo'yganman, terrasa sifatida qilib qo'yganman. Mayli, nima qilib qo'yishganidan qat'iy nazar, u yerda egaligini belgilovchi hujjat yo'qmi, u qonuniy emas. Vaqti kelib buzib tashlaydi. Shunday, buziladi va dastlabki holatiga qaytariladi. Hozirgi kunda ko'rib turibmiz ijtimoiy tarmoqlarda, podvallarda ham o'rtadagi nesushi devorlar buzilgan holatlarni ko'rdim. O'zboshimchalik bilan qilingan u narsa. Shu holatlarda endi mijozlarga ko'plab holatlarda biz aytamiz, o'sha qonuniy, o'sha kadastr hujjati bo'yicha necha kvadrat, o'sha kvadratura bo'yicha gaplashamiz deganda ba'zida xonadon egalari yo'q, men bunaqa qilganman deb baj keltiradi. Shunga bu savolni berdim, Nodir aka. Tushundim, savolingizni tushundim. Bu narsalar qo'shilmasligi kerak. Podvali ham, tomi ham, boshqasi ham asl o'sha o'zini yuridik hujjatda ko'rsatilgan maydonlarga qo'shilmaydi va qo'shilmasligi kerak. Nodir aka, hozirgi kunda ipoteka bozori ham ko'chmas mulkda ancha rivojlanib boryapti. Shu o'rinda ko'chmas mulkda ipotekaga xarid qilganingizda propiskaga qo'yish tartibi qanaqa bo'ladi? Qanaqadir muammolar o'zi bo'lganmi?
Hop, ikkilamchi bozorda asosan yoki birlamchi bozorda ham ipoteka shartnomasi asosida ko'chmas mulkni sotib olganda avtomat ravishda notarius tizimi tomonidan o'sha mulkka taqiq solinadi. Ushbu taqiq hozirgi kunda pasportni stolda ko'rinyapti va ayrim bir texnik tomondan cheklovlar bo'lganligi sababli propiskaga olishni imkoniyati bo'lmayapti. Lekin bu haqida mas'ullarga adashmasam xabarlar yetib bordi, ma'lumotlar bordi va ushbu cheklovlarni bartaraf qilish bo'yicha boshqacha mexanizm ishlab chiqish bo'yicha topshiriqlar ketdi. Bu cheklov o'zi qonunga asosan qo'yilyapti. Ya'ni ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonunga asosan cheklov qo'yiladi va ushbu cheklovga asosan propiska ham ishlamay turibdi hozirgi kunda. Ya'ni o'sha qarzga olingan ko'chmas mulklarga, turar joylarga doimiy propiskaga kirishning imkoniyati yo'q hozircha. Lekin bu kelgusida albatta hal bo'lib ketadi. Shunaqa fikrdamiz. Umumiy olib qaralganda u o'sha xaridorni mulki hisoblanadi. Shunday. Xaridor va uning yaqin qarindoshlariga doimiy ro'yxatga kirish bo'yicha ilgari bank tomonidan pasport stollariga xat berilganda bu narsa amalga oshirilardi. Ya'ni doimiy ro'yxatga qo'yilardi. Qonun qabul qilingandan keyin shunaqa cheklov joriy etildi va bu hozirda amal qilib turibdi. Ushbu tartibni yangilash bo'yicha tegishli huquqiy hujjatlarga o'zgartirish kiritish bo'yicha menimcha ishlar boshlanib yuborildi. Oluvchi ham mabodo ipotekaga olsa, o'zini ro'yxatga qo'ya olmaydi uyga. Hozirgi kunda, hozirgi holatda. Hozirgi kecha kunduzda sotib olgan odam ham o'zini o'sha ipotekaga olingan uyga doimiy ro'yxatga qo'ya olmaydi. Muayyan cheklov bor. Kulgili holat. Kulgili holat, to'g'ri. Endi bu menimcha hal bo'ladi bu masala, sababi bu muammolar ko'tarildi, ommaviy axborot vositalaridan ancha-muncha aytildi va tegishli ishlar boshlab yuborilgan. Kredit mavzusiga kelgan bo'lsak, bilamiz, hozirgi holatda kredit bozori aytib o'tganimdek rivojlanib boryapti, lekin shu holatda ba'zi firibgar insonlar ham buni orqasidan foydalanyapti. Ko'plab holatlar bo'lgan ipoteka mavzusida o'sha aldanib qolmaslik masalasida odamlar qaysi hujjatga o'zi e'tibor berishi kerak? Oddiy misol sifatida hozirgi holatda endi gumonlanuvchi deb gapiraman, sud holati ketyapti, ko'rgandirsiz, Credit House. Ijtimoiy tarmoqlarda Kunuz ham yoritib bordi menimcha, men bir ko'rdim ijtimoiy tarmoqda. Ipotekaga 25 yilga boshlang'ich to'lovi quruvchidan arzon bo'lgan takliflarni berib, uzoq muddatli kreditlarni beraman deb odamlarni jalb qilgan va O'zbekistondagi ko'chmas mulk borasida eng katta o'sha firibgarlikni sodir qilgan sifatida, gumonlanuvchi sifatida hozirgi kunda sud protsessi ketyapti. Shunaqa holatlar bo'lmasligi yoki aldanib qolmasligi uchun odamlar qaysi hujjatga o'zi e'tibor berishi kerak deb bilasiz notarius sifatida? Men o'ylaymanki, avvalo jamiyatimizda huquqiy ong hamda huquqiy savodxonlik ko'tarilishi kerak. Ya'ni har bir inson o'zini haq-huquqini bilsa, jamiyatda huquqiy munosabatlarga kirishish ancha-muncha yengil bo'ladi, ancha-muncha oson bo'ladi va yuqoridagi kabi firibgarlik holati kamayadi. Ro'y bermasligi ham mumkin. Ya'ni odamlarimiz aldanib qolmaydi. Qachonki o'zini haq-huquqini umuman huquqiy savodxonligi darajasi yuqori bo'lganda, aynan siz aytgan holat bo'yicha men detalni tanishmasman, lekin shuni ayta olamanki, o'sha aytilgan firmada ham mas'ullari o'zini xatti harakati bilan odamlarni pullarini, odamlarni to'lovlarni olib turib, keyin o'zini manfaatiga ishlatib yuborgan maqsadsiz va shu sababli jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lishi mumkin. Holat juda qiziq bo'lgan. Odamlarga shartnoma bergan, zakazchik sifatida, o'rtadagi zakazchik sifatida shartnoma bergan, qaysidir qismini to'lagan, qaysidir paytdan keyin umuman to'lov qilmagan, to'lovni amalga oshirmagan. Odamlar o'sha uy xarid qilgan quruvchining oldiga borganda hech qanaqa pul to'lanmagan, qarzdorligingiz bor deb
quruvchi уже oluvchiga e'tiroz bildirgan. O'shandan keyin juda katta hozirgi kunda sud bo'lyapti. Bir maslahatim bir ko'ring. Bu siz sohangizga ham to'g'ridan-to'g'ri taalluqli deb bilaman. Shunday. Yuqoridagi kabi mana shunaqa firibgarlik holatlarini oldini olish uchun ham biz suhbatni boshida aytib o'tgan escrow tizimi joriy etilyapti. Bu ancha-muncha mana shunaqa xavflarni kamaytirib yuboradi amaliyotga joriy etilsa. Escrow tizimi xuddi shu xavflarni umuman yo'q qilish uchun joriy qilinyapti. Umuman yo'q qilish emas, qaysidir ma'noda kamaytirish uchun. Sababi xo'p, jinoyat sodir qilish yoki kimnidir pulini olib turib firibgarlik sodir qilish bu o'sha shaxslarning o'zini tashabbusi. Ya'ni unda shunaqa maqsad bo'ladi. Insonda shunaqa maqsad bo'ladi. Ya'ni shu shartnoma tuzadi, hamma qonunchilik, rasmiyatchilik hujjatlarni hammasini amalga oshiradi, lekin uni maqsadi uni ichida, biz uni bila olmaymiz. Maqsadi sizdan pulni olib firibgarlik qilish. Bunday paytda huquqiy jihatdan, hujjat jihatdan hamma narsa risoladagidek bo'ladigan bo'lsa ham, lekin qaysidir ma'noda o'sha firibgarlik qurboni bo'lishdan hech narsa asrab qola olmaydi. Sababi o'sha firibgarlik qilish shaxsga bog'liq, uni ichidagi maqsadiga bog'liq. Siz aytmoqchisizki, hamma hujjati joyida bo'lib turib ham holatlar sodir bo'lishi mumkin. holat odam xohlasa bo'ldi demoqchi. Shunday. Shunaqa holatlarni ham kuzatdik, shunaqa holatlar ham bo'lyapti, hozir ham bo'lyapti. Bu avtomashinada ham ancha ko'p sodir bo'ldi. Shunday, xuddi shunday. Yaqin 2-3 yil ichida nechtalab avtosalonlar ochilib, nechtalab yopildi, nechtalab firibgarlik holati aniqlandi. Shunday. Bu holatda baribir o'sha muddatli o'sha to'lovni kamligiga odamlar mijozlar uchyapti. Xuddi shunday. Boshlang'ich to'lov juda ham minimal belgilab qo'yilgan. Bu menimcha o'ylaymanki, o'ziga xos marketing bu. Fuqarolarimiz ham xuddi mana shu joylarga e'tibor qilib, endi u odamni qiziqtiradi, summalari Juda ham miqdori qiziqtiradigan narsa. va katta oqimni olib keladi o'sha firmalarga, o'sha reklama beradiganlarga. Shuni hisobidan odamlarning pulini olib, aldab, mana shu holatlarni ular sodir qilyapti va aytmoqchi bo'lganimki, fuqarolarimiz mana shunaqa narsalarga aldanmasdan, huquqiy savodxonliklari yuqori bo'lsa agar, mana shunaqa holatlarga aldanmaydi, uncha-bunchaga. Firibgarlik holatlar juda ko'p uchrayapti. U marketing deganingizga men qo'shimcha qilib ketaman. Ijtimoiy tarmoqda faol bo'lgan blogerlar, mashhur sportchilar, mashhur shou biznes vakillarini ham olib chiqib reklama qildiryapti ular. Ularning reklamasi kichkina summa emas, o'zi birinchi navbatda. Lekin o'sha narsa odamlarning oqimini olib kelgani uchun ular o'sha shou biznes vakillariga, sportchilarga, boshqa blogerlarga pul to'lab o'sha oqimni chaqirib olyapti. Xuddi shunday qilyapti. Reklama bozori, marketing yaxshi ishlayapti bu yerda. Shuning uchun fuqarolarimizga aytib qolamiz. To'g'rimi Nodir aka? To'g'ri. Qulay shartlarga emas, ozgina qimmatroq bo'lsa ham aniq va sifatli bo'lgan avtomashina bo'ladimi, ko'chmas mulk yoki boshqa mahsulot bo'ladimi, xarid qilishini. Xuddi shunday. Va narxlarni o'sha birlamchi yo boshlang'ich to'lovlarni hozirgi kundagi bozor narxidan kelib chiqib taqqoslashlarini men tavsiya bergan bo'lardim. Sababi bilinadi, bozorda 1000 so'mlik turadigan narsani qaysidir odam sizga men 100 so'mga olib kelib beraman, boshlanishiga 100 so'm bersangiz bo'ldi desa, u qaysidir ma'noda shubha tug'dirishi kerak. Ongli ravishda u shubha tug'dirishi kerak va sekin o'ylab qaraysiz, o'sha sizga xizmatni taklif qilayotgan shaxs bo'ladimi, yuridik shaxs bo'ladimi, faoliyati bilan qiziqib, ichiga kirib ma'lumotlarni olish mumkin. Endi ularda qanaqadir magiyami nimadir bordi. Shuncha odam aldab turibdi. Magiya deb o'ylayman men. Biz shunchaki chiroyli narsalarga, arzon, yaxshi narsalarga inson tabiati shunaqa. Arzon, yaxshi narsalarni arzon olgisi keladi, lekin fakt jihatdan uni imkoniyati yo'q, sababi uni bozordan kelib chiqib baholash kerak bo'ldi. Bozordan kelib chiqib baholash. Yo sizga beriladigan narsa soxta bo'ladi, poddelkasi bo'ladi o'sha tovarni, yo bo'lmasa siz pulingizga quyib qolishingiz mumkin. Katta ehtimol bilan firibgar bo'ladi. Katta ehtimol bilan. Buni nafaqat ko'chmas mulk bozori yoki avtomashina bozorida misolda ko'ramiz. Biz mana xususiy bandlik agentliklari degan tashkilotlar ochildi. Oxirgi shu 4-5 yillikda adashmasam, biz sizni chet davlatlarda faloncha summaga ishga joylashtiramiz.
mana bunaqa oylikka ish bilan ishi bilan ta'minlaymiz, borasiz, boshlanishiga mana buncha to'lovni berasiz, biz hujjatlarni tayyorlaymiz degan shov-shuvli hamda bir qaysidir ma'noda mo'jizakor e'lonlarga uchmaslikni men tavsiya berardim. To'g'ri. Siz aytgandek, barcha sohada xohlayman, qilaman degan firibgar baribir amalga oshirib biladi bu narsani. Xuddi shunday. Nodir aka, keling yana ko'chmas mulk mavzusiga qaytamiz. Ko'chmas mulkda bilamiz, ko'p holatlarda nigohdan oldin olingan xonadonlar birinchi o'sha shaxsni, erini yoki xotinini nomida bo'ladi. O'sha undan nigohdan oldin olingan ko'chmas mulkka da'vogarlik qila biladimi xotin yoki er? Xo'p, oila kodeksiga asoslanadigan bo'lsak, nikohga kirgunga qadar olingan mol-mulklar tegishli tartibda er yo xotinni o'zini 100% tasarrufida bo'ladi. Lekin bunda ham muayyan bir holatlar bor, ya'ni izohlar. O'sha mulk olindi, nikohgacha olindi, keyin nikohga kirishildi va o'sha birgalikdagi nikoh davrida o'sha mulkni qiymatini yaxshilashga bo'lgan, qiymatini oshirishga bo'lgan xatti-harakatlar bo'ldi. Masalan, ko'chmas mulklarni aytadigan bo'lsak, qurildi qaytadan yoki muayyan bir qiymat berildi, ya'ni remont qilindi desak, qimmatbahoga. Shu paytda o'sha agar buzilib qaytadan quriladigan bo'lsa, bu tegishli tartibda davlat ro'yxatidan o'tkaziladi va davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyin turmush o'rtog'ini ham ulushi bo'ladi u yerda. Agar shunchaki buzilmasdan yoki konstruksiyaga o'zgartirish kiritilmasdan o'sha ko'chmas mulkning ichida qimmatbaho ta'mirlash ishlarini amalga oshirilgan bo'lsa, ushbu ta'mirlash ishlarida er yo xotinni, ya'ni o'sha nikohdan keyingi er yo xotinni ulushi bor yo'qligini masalasini sud tartibida hal qilib olingan bo'lsa, ya'ni sud hujjatiga asosan u ham belgilanishi mumkin. Erini yo xotinni ulushi bor degan to'xtamga kelingan bo'lsa, shu sud qaroriga asosan er yo xotinni roziligi olinadi. Va bu o'sha sud tartibida belgilanadi demoqchi. Bitta holatda sud tartibida belgilanadi, ya'ni qiymatni oshirish, yaxshilanishlar qiymatini oshirilganligi sud tomonidan belgilanadi. Ikkinchi holatda yuqoridagi kabi agar o'sha ko'chmas mulk kelinki turar joy yo noturar joy buzilib qaytadan qurilgan bo'lsa, bu ushbu jarayon tegishli tartibda bizda hozir ro'yxatdan o'tadi. Sababi qurilish idoralaridan ruxsat olinadi, muayyan bir hujjatlar ishlab chiqiladi va bu to'liq huquqiy aks ettiriladi. Va shundan ham bilsa bo'ladi, eri yo xotinni ulushi borligini. O'zi yana Nodir aka, qaysi holatlarda nizoli bitimlar bo'ladi ko'chmas mulk sohasida sizni o'sha praktikangiz davomida qanaqa nizoli holatlar bo'lgan? Xo'p, faoliyatim davomida nizoli emas u. Lekin shu bitim amalga oshmay qolishiga sabab bo'lgan holatlar bo'lgan. Masalan, fuqaro kelyapti, uy joyini sotmoqchi. Biz hujjatlarni birlamchi olib o'rganyapmiz, tekshiryapmiz tizim orqali. Uy joy sotib olingan vaqtda ayol bilan nikohda bo'lgan, keyinchalik bu ayoldan qonuniy ajrashib, ikkinchi ayolga uylangan. Uy joyini sotib olgan paytida birinchi ayoli bilan u nikohda bo'lgan. Biz mana shu holatlarda birinchi ayolning roziligini talab qilamiz. Tabiiyki, u ayol bilan ko'pincha aloqa uzilib ketgan bo'ladi. Topa olmayman, qayerdan topaman, ajrashib ketganman degan gaplar bo'ladi fuqarolar tomonidan. Biz qonunchilik talabini tushuntiramiz. O'sha ayolni olib kelsa, u ayol ham rozi bo'lsa agar roziligini rasmiylashtirib, bitim rasmiylashtirsa bo'ladi. Yaqinda o'zimda ham shunaqa holat bo'ldi. Shunga o'xshash holat bo'ldi. Ajrashgan 2009-yilda er-xotin nikohi bekor qilingan sud tartibida va ajrashgandan keyin ba'zi o'sha mijozlar o'sha ajrashganlik to'g'risidagi sudning qarorini ZAGSga aytib bermagan. O'shanda sizlarning ba'zilaringizda menimcha ko'rinmas ekan uni ajrashganligi to'g'risida ma'lumot. Shunaqa holat bo'ldi o'zimda ham demoqchiman. Rostdan ham ko'rinmaydimi? Ajrashgandan keyin o'sha FXDO organiga qarorni olib borib berish kerakmi? Xo'p, 2009-yil holat bo'lgan bo'lsa, ajrim haqiqatda o'sha davrda, ya'ni umumiy qilib aytadigan, batafsil aytadigan bo'lsak,
98-yildan boshlab to 2010-yilni adashmasam may oyiga qadar fuqarolik sudlari tomonidan nikohdan ajratish haqidagi qarorlar bevosita nikoh bekor qilinganligi haqidagi guvohnomalarga tenglashtirilgan. Ya'ni bu degani sizni qo'lingizda sud qarori bormi? Bo'ldi, siz FHDO organiga borishingiz shart emas edi. Xo'p, lekin bunday tartib o'sha 2010-yilgacha amal qilib kelgan tartib muayyan bir siz aytayotgan holatdagi huquqiy nizolar, huquqiy tushunmovchiliklarni keltirib chiqarganligi sababli Oila kodeksiga o'zgartirish kiritilgan hamda nikoh qachon bekor qilingan deb hisoblanadi? Qachonki siz umuman olganda fuqaro sudning nikohdan ajratish haqidagi qarorini olib borib fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlarida ro'yxatdan o'tkazgan kundan boshlab nikohdan ajratilgan deb hisoblanadi. Yuqoridagi siz aytayotgan holatda 2009-yilda ajrashgan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan fuqarolik holati yozish dalolatnomalarini yozish organlarida qayd etilmay qolgan. Shu sababdan ajrashganlik haqidagi belgi bo'lmaydi. Notarius bazasida haqiqatda bu ko'rinmaydi. Biz mana shunaqa paytda fuqaroning qo'lidagi asl sud qarorini olib bitimni tasdiqlashimiz mumkin. Va bu qaror 2010-yil maygacha chiqqan qaror bo'lsa, bu ajrashganlik o'sha holatda nikoh bekor qilinganligiga asos bo'ladi. Undan keyin qabul qilinib, masalan 2011-yilda sud qarori bilan ajrashgan, lekin ZAKSdan borib ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa, u ajralgan deb hisoblanmaydi va biz uni fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlariga yo'naltiramiz. Mana shunaqa holatlarda fuqarolarni. Endi shunaqa holat bo'ldi. Menda praktikada notarius yoki o'sha sudning qarorini mana shu organga olib borib bering, FHDO organiga topshiring yoki asl sudning qarorini menga olib kelib bering dedi. O'sha paytda endi mijozimiz olib kelib berdilar. Haqiqatan o'sha 2009-yil ajrashilgan ekan. Endi men olib borishim shart emas, hozir hamma narsa onlayn bo'lgan-ku degan e'tirozni bildirdilar. Yoki olib kelib ko'rsatishim shart emas-ku, men oldingi notarial harakatlarimdan ko'ra olmaysizmi degan tabiiyki e'tirozni bildirdilar. To'g'ri, shunaqa e'tiroz bo'lgan, shunaqa e'tiroz bo'ladi, bo'lyapti. Lekin baribir biz tavsiya qilib qolardikki, fuqarolarga mabodo qo'llarida shunaqa hujjat bo'lsa, ya'ni 98-yildan to 2010-yil may oyiga qadar sud tomonidan ajrashganlik holati tasdiqlovchi sud qarori bo'lsa, buni tegishli tartibda fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlariga borib ro'yxatga qo'yib qo'yishlarini biz maslahat beramiz. Qisqachasi FHDO deyiladi. FHDO organlarida ro'yxatga qo'yishni biz tavsiya beramiz. Shundagina bizda u onlayn ko'rinadi. Keyinchalik fuqaro o'zi bilan olib yurish shart bo'lmaydi ushbu hujjatni. Notarial sizni yoki boshqa notariuslarni tizimida ko'rinadi, axborot tizimida ko'rinadi. Shunaqa. Nodir aka, vasiyatnoma bo'lmasa, meros qanday tartibda bo'linadi? Hop, fuqarolik kodeksiga asosan meros o'zi ikki xil asoslarga ko'ra rasmiylashtiriladi. Birinchi o'sha vasiyatnoma bo'yicha, ikkinchi qonun bo'yicha. Vasiyatnoma qoldirilmagan bo'lsa, jamiki meros mulklari qonun bo'yicha asoslarda rasmiylashtiriladi. Qonun bo'yicha asoslarda fuqarolik kodeksimizda juda katta mazmundagi moddalar bor. Ya'ni birinchi darajali merosxo'rlar, ikkinchi darajali, uchinchi, to'rtinchi darajali merosxo'rlar 6 ta daraja bor jami. Mana shu darajadagi merosxo'rlar navbati bilan merosxo'r deb topilishi mumkin. Qisqa qilib aytganda, vasiyatnoma bo'lmasa, meros mulklari qonuniy asoslarda, ya'ni qonun bo'yicha asoslarda rasmiylashtiriladi. Birinchi darajaga kim kiradi? Birinchi darajadagi marhumning, ya'ni meros qoldiruvchining birinchi darajadagi merosxo'rlari bu uning ota-onasi, turmush o'rtog'i hamda farzandlari. Asosan bizda juda ko'p holatlarda mana shu birinchi darajadan ortmaydi mulklarni rasmiylashtirish, meros mulklarini rasmiylashtirish. Juda kamdan kam holatda meros qoldiruvchini aka-ukalariga yoki jiyanlariga o'tishi mumkin. Agar uylanmagan bo'lsa, ota-onasi vafot etib ketgan bo'lsa. Ko'p holatda birinchi darajadagi merosxo'rlarga rasmiylashtirib beriladi, agar vasiyatnoma bo'lmasa. Nodir aka, masalan, uyni egasi, ko'chmas mulkning egasi vafot etib qolsa, 6 oy ichida murojaat qilinmasa, meros kimga o'tadi?
Bizni qonunchiligimiz bo'yicha mulklar muddatsiz, ya'ni mulk muddatsiz amal qiladi o'z egasiga. Fuqarolik kodeksimizdagi qoidaga ko'ra meros ishlari meros qoldiruvchi vafot etgandan keyin 6 oydan keyin rasmiylashtirish boshlanadi. Bu qoida bo'yicha. Ya'ni ushbu muddat o'tgandan keyin ham xohlagan vaqtda murojaat qilinishi mumkin. Merosxo'rlar tomonidan hech kimga rasmiylashtirib ketilmaydi demoqchiman. Majburiy tartibda yo davlatga o'tib ketmaydi. Bu mulk qoladi to o'sha merosxo'rlari topilib kelgunga qadar. Mabodo egasiz deb e'tirof etilish holatlari bor. Unaqa holatda keyin tegishli manfaatdor tashkilotlarning murojaati bilan sud tartibida mulk davlat egaligiga olinishi mumkin. Ham 6 oydan keyin bo'ladi. Jarayonni rasmiylashtirish minimum 6 oy o'tgan bo'lishi kerak. Nodir aka, yana bitta nigoh mavzuga, oilaviy mavzuga to'g'riroq qaytamiz. Nigoh shartnomasi sud orqali o'zi bekor qilinadimi? Nikoh shartnomasi hop er va xotinning birgalikdagi roziligi asosida tuziladi va xuddi shu tartibda o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Sud tartibida ham bekor qilinishi mumkin. Buni asoslari bor. Albatta shu asoslar topilganda sud tartibida ham bekor bo'lishi mumkin. O'zi qaysi tartibda bekor bo'ladi? Nigoh shartnomasi asosiy qanday o'zi nima bo'lsa bekor bo'ladi degan qonunchilikda belgilanganmi? Endi belgilangan. Agar men shundan bittasi misolni aytaman. Nikohlanuvchi taraflar, ya'ni er yo xotin nikohga layoqatsizligi bilinib qolsa, ya'ni ruhiy nosog'lom, ruhiy kasal yoki o'sha nikohga kirishga to'sqinlik qiluvchi holatlar borligi ayon bo'lib qolsa, avtomat ravishda nikohdan keyin tuzilgan yoki nikohgacha tuzilgan nikoh shartnomasi ham xuddi shu asoslarda bekor bo'ladi. Masalan, majburlab qo'l qo'ydiradigan holatlari bo'lganmi? Majburlab Bu sud tartibida baribir tartibga solinadi-yu. Shu holat ham bormi demoqchiman. Bor, lekin u isbotlab berish kerak bo'ladi, aynan majburlanganlik faktini. Sababi nikoh shartnomalari notariuslar tomonidan tasdiqlanadi. Biz amaliyotda nikoh shartnomalarini tasdiqlab beryapmiz. Nikoh shartnomasini tasdiqlab berishni so'rab murojaat qilgan taraflarga biz bitimning oqibatlarini batafsil tushuntiramiz. Batafsil. Ya'ni u yerda bizda amaliyotda ko'pincha endi o'zbek jamiyatida shunaqa mulklar asosan er kishining nomida bo'ladi. Ya'ni nikoh shartnomasida taraflar o'zlarini nomlarida bo'lgan ya'ni o'zlari nomiga rasmiylashtirilgan mulklarni tasarruf etish tartibini belgilashadi. Nikoh shartnomasining mazmuni shunaqa o'zi. Taraflardan qaysi birini nomida, o'zining nomida mol-mulklari bo'lsa, o'zi mustaqil ravishda tasarruf etadi degan qoidani hozircha ko'pchilik ishlatyapti. Shunaqa qoida joriy etib berishni, rasmiylashtirib berishni va biz bunaqa holatlarda taraflarga batafsil tushuntiramiz. Ya'ni ertaga mabodo nikoh munosabatlari tugatilib qolsa, ya'ni ajrim sodir bo'lsa, qaysidir taraf ikkinchi tarafning mol-mulkiga daxl qila olmaydi. Ya'ni unga da'vo qila olmaydi. Nikoh davrida orttirilgan mulk bo'lishidan qat'iy nazar. Mana shunaqa holatda kimgadir moddiy zarar, moddiy ziyon yetib ketishi bu aniq fakt. Ya'ni u quruq qoladi. O'zimiz tilda aytganda quruq qoladi. Biz mana shunaqa oqibatlar kelib chiqishini aytgan holatda rasmiy ravishda o'sha ogohlantirib, bitimni mazmunini batafsil tushuntirib, taraflar rozi bo'lgandan keyingina tasdiqlab beramiz. Bu yerda notariusning oldida majburlab qo'l qo'ydirish degan narsa uchramaydi. Agar majburlov holatini biz sezsak, biz bitimni darhol rad etib, tasdiqlash jarayonini rad qilib, tegishli tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar beramiz. Hozirgi holatda endi o'zim bilishim, ko'rishim bo'yicha har bitta o'sha notariusda kameralar qo'yilgan. Menimcha xuddi shunaqa holatlar uchun bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xuddi shunday. Roziligini fiksatsiya qilish, ya'ni o'sha jarayonni ko'rish maqsadida. Shunday. Xuddi shu va boshqa jarayonlarni tasvirga tushirish, notarial harakatlarni tasvirga tushirish uchun notarial idora binolarida majburiy tartibda video hamda audio vositalari qo'yiladi va bular 2 oylik adashmasam yoki 1 oylik edi muddatda saqlanadi bu videolar, tasvirlar.
Yana bitta qiziq savol, Nodir aka. Ajrim paytida masalan xonadonni hadya qilib yuborilsa, yoki xotin yoki er ajrim protsessida xonadon hadya qilinsa, Kimga aynan? yaqin ukasiga masalan yoki qarindoshiga. Agar nikoh davrida orttirilgan mol-mulk bo'lsa yoki er yoki xotinning ulushi bor deb topilgan mol-mulk bo'lsa, uni tasarruf etishda er-xotin roziligi so'raladi va bu shunchaki mulkdorni o'zini Agar unga ham hadya bo'lib o'tgan bo'lsa-chi, u boshqa kishiga hadya qilib yuborilsa. bunaqa asosda bo'ladigan bo'lsa, mulkdor o'zi 100% lik huquqda bo'ladi tasarruf etishda va ajrim protsessi ketayotgan bo'lsa ham sud tomonidan ayrim holatlarda xatlab qo'yiladi o'sha mulklar. Manfaatdor taraflar murojaat qilsa sudga da'voni ta'minlash maqsadida. Agar xatlab qo'yilmagan bo'lsa, bemalol mulkdor o'zi tasarruf etishi mumkin hadya tariqasida olgan mulkini. Endi bu aytayotgan holatlar ham asosan o'sha kam uchraydigan holatlar, Shunday. to'g'rimi? Shunday. Amaliyotimizda kam, lekin bor, bu jamiyatda bor. Ko'p holatlarda o'zim uchratganman. Ko'p notariuslar nima uchundir aynan o'sha hadya shartnomasini taklif qiladi. Ya'ni qanaqa usulda oldi-sot shartnoma, oldi-sot tartibida emas, hadya shartnomasini qiling deb tavsiya beradi. Shu nima uchun ligi menga qiziq bo'lgani uchun savol beryapman Nodir aka. Xo'p, agar ko'chmas mulkni yoki umuman mulkni yaqin qarindoshingizga kimgadir o'tkazmoqchi bo'lsangiz, haqiqatda hadya bu sovg'a sifatida o'tadi. Orada pul munosabati bo'lmaydi. Pul munosabati ko'rsatilsa, oldi-sotdiga asosan oldi-sotdi qilib masalan o'tkazilsa, biz pul oldi-berdi bo'lganlik faktini so'raymiz o'zaro. Pulni oldingizmi? Ha, oldim yoki to'lovlar amalga oshdimi? Ha, amalga oshdi degan gapdan keyin bitimni tasdiqlab beramiz. Hadyada o'tadagi mana shu pul bilan bog'liq masala bo'lmaganligi sababli menimcha o'ylaymanki bu qaysidir ma'noda tezroq bitadi deb ular o'ylashadi. Endi nimada fuqarolarimizda shunaqa tushuncha bor. O'zimnikiga pulga sotmayapman-ku, hadya qilib, sovg'a qilib beryapman-ku degan maqsad bilan shunaqa bitim rasmiylashtiriladi. O'zi asosan men bu hadya shartnomasidan boshqa qaysi holatlarda o'z daromad solig'i to'lanmaydi shu oldi-sotdi qilayotgan paytda? Xo'p, amaldagi soliq kodeksimizga asosan turar joylar mulkdorga tegishiligi 36 oydan oshgan bo'lsa, ya'ni 36 oy to'lib siz tasarruf etsangiz, har qanday qiymat qo'yib sotsangiz, hozirgi qonunchilik bo'yicha daromad solig'i hisoblanmaydi sizga nisbatan. Ya'ni 3 yil ekanda. Ha, plus minus 3 yil shunaqa. Ba'zida kunlar bilan yo oylar bilan farqlanishi mumkin. 3 yil, ya'ni 36 oy to'lmasdan turib siz sotib olgan mulkingizni qaytadan tasarruf qilsangiz, o'sha shartnomada ko'rsatilgan summadan, ya'ni sotib olgan summangizdan sotayotgan summangiz ortiq bo'lsa, mana shu ortiq qismiga 12% daromad solig'i hisoblanadi. Faqat mana shu ikkita holatda daromad solig'i to'lanmaydi. Yo'q, hadya qilib yaqin qarindoshga o'tkazsangiz to'lanmaydi. Shu ikkita holat o'sha 3 yil to'lgan bo'lishi kerak. Ha, 3 yil to'lgan bo'lishi kerak yoki Hadya bo'lsa. yaqin qarindoshga hadya qilib Qolgan barcha holatlarda daromad solig'i to'lanadi. shunday. Noturar joyda ham bu qonun amal qiladimi? 3 yil to'lgani. Kodeks soliq kodeksiga asosan noturar joyda 3 yillik muddat qo'yilmagan, ya'ni u qachon sotsangiz ham siz daromad solig'i to'laysiz. Noturar joyda. Ha, Uni ahamiyati yo'q. ahamiyati yo'q. Hovli joyda-chi? Turar joyda ahamiyati bor, noturarda ahamiyati yo'q. Tushunishim bo'yicha faqat noturar joyda necha pulga sotilishidan qat'iy nazar daromad solig'i to'lanadi demoqchisiz. Shunday, noturar joylarda muayyan muddat yo'q, ya'ni imtiyoz beruvchi soliqlardan xalos qiladigan muddatni joriy etilmagan. Muayyan muddatdan keyin sotsangiz soliq to'lamaysiz degan qonun qoida yo'q. Oldi-sot shartnomasidagi narx o'zgarmasa-chi? Oldi-sot shartnomasidagi narx o'zgarmasa, shartnomada sotib olingan summa bilan sotilayotgan summa bir xil ko'rsatilgan bo'lsa, bu yerda foyda olganlik haqidagi ma'lumot bo'lmaydi va tabiiy ravishda soliq solinmasligi kerak. Mumkin. Soliq solinmasligi mumkin. Ha, shunaqa. Nodir aka, ishonchnoma orqali
xonadon sotib olish yoki avtomashina sotib olish qanchalik xavfli? Ishonchnoma orqali umuman mulklarni sotib olish hamda sotish mutlaqo xavfsiz. Ya'ni agar u ishonchnoma rasmiy ravishda, ya'ni o'sha belgilangan talablarga javob bergan holda rasmiylashtirilgan bo'lsa, xo'p, mulklarni tasarruf etish uchun ko'chmas mulk yoki avtomashinalarni tasarruf etish huquqi bilan berilgan ishonchnomalar bu notariuslar tomonidan tasdiqlanadi va ushbu tasdiqlangan ishonchnoma tegishli tartibda notariusga taqdim qilinsa, sotuvchining yoki sotuvchining vakili tomonidan taqdim etilsa va biz tizimdan tekshirib ko'ramiz, haqiqatda ro'yxatga olingan ishonchnoma bo'lsa, biz bemalol bitimni amalga oshiramiz. Xuddi shu tartibda sotib oluvchi ham tegishli notarial tartibda o'zini nomiga mulk sotib olishga kimgadir vakolat bergan bo'lsa, biz buni ham tekshiramiz va bu ham ro'yxatga olingan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi. Bemalol bitim amalga oshirish mumkin va bu xavfsiz mutlaqo. Bu yerda hech qanaqa risk, hech Yo'q, qanaqa risk yo'q. xavf yo'q. Yo'q. Ertaga mijoz yoki uyni egasi qanaqadir shartnomani o'zidan o'zi bekor qila olmaydi. Yo'q, bekor qila olmaydi. Sud orqali ham hech qanaqa Imенно holatda ishonchnomani sabab qilib shartnoma bekor bo'lmaydi. tushunarli. O'zi ishonchnoma o'sha bekor bo'lgan holatlar kuzatilganmi? Ishonchnomani bekor qilish holatlari kuzatilgan. Ishonchnoma bekor bo'lish asoslari, hop, muddati tugasa avtomat ravishda bekor bo'ladi, ya'ni yuridik kuchi tugaydi. Ikkinchi holatda o'sha ishonchnomani bergan odamni o'zi yana murojaat qilib, masalan, notarial tartibda berilgan ishonchnoma bo'lsa, notariusga murojaat qilish orqali, ariza berish orqali muddatidan oldin bekor qilish mumkin. Shu joyda yana bitta qo'shimcha savol, Nodir aka. Uy-joyni xarid qilayotgandagi kommunal qarzdorliklar yangi egasiga o'tadimi? Yo'qmi? Xo'p, amaldagi tartibga ko'ra uy-joylar tasarruf etilganda, sotilganda notarius tomonidan kommunal qarzdorliklari batafsil ko'riladi. Qarzdorliklar bo'lsa, biz uni sotuvchi tomonga taqdim qilamiz hamda to'lashini aytamiz. Qarzdorliklar to'lanadi va shundan keyin bitim amalga oshiriladi. Lekin ba'zida holatlar uchrab turadi. Kommunal tashkilotlar, kommunal idoralar tomonidan ma'lumotlar o'z vaqtida kiritilmaganligi sababli bitim amalga oshgandan keyin kommunal qarzdorliklari paydo bo'lish holatlari bor. Bu amaliyotda kuzatiladi. Mana shunaqa vaqtda biz shartnomada taraflarga ogohlantirib, kimni zimmasida qolishi masalasini so'raymiz, aniqlik kiritamiz va shundan keyin o'sha zimmasiga oluvchi tarafni kiritib, shartnomani tasdiqlab beramiz. Ya'ni holatlar kuzatilgan, o'sha sotuvchini bo'yniga qoladi o'sha birinchi. Sotuvchini bo'yniga ham qolishi mumkin. Sotib oluvchi, yo'q, men bo'pti, o'zimga olaman, muammo yo'q desa, sotuvchini bo'yniga ham, zimmasiga ham o'tadi qarzdorliklari. Nodir aka, kreditga olingan xonadonlar bo'ladi yoki umuman o'sha majburiy ijro tomonidan taqiqqa qo'yilgan yoki bank orqali yoki prokuratura orqali taqiqqa qo'yilgan xonadonlar menimcha notarius bazasida ko'rinadi, to'g'rimi? Ko'rinadi. Ko'rinmasdan qolgan holatlar bo'lib rasmiylashtirilgan jarayonlar bo'lganmi? Aynan Hozirgi kunda yoki taxminan 5-10 yil oldin. Xo'p, ko'chmas mulklarni, ya'ni turar joylarni yoki noturar joylarni tasarruf etishda notarius ushbu bitim predmeti bo'lgan ko'chmas mulk taqiqda turibdi yoki xatlovda turmasligi holatini tekshiradi. O'zimiz dastur orqali tekshiramiz. Xo'p, agar bitim predmeti taqiqlanganlik holati bo'lsa, biz bu ma'lumotni taraflarga aytamiz va ushbu taqiqlanganlik holatini bartaraf qilib kelish bo'yicha ogohlantiramiz. Xo'p, siz aytayotgan holatda taqiqda turgan holatda oldi sotdi qilib yuborish imkoniyati deyarli yo'q. Sababi uni rasmiylashtirishning imkoniyati yo'q va rasmiylashtirish mumkin ham emas bunaqa tartibda. Lekin ilgari masalan 20 yil, 10 yil, 15 yil oldin tizimga kiritilib qolgan yoki tizimga kiritilmay qolgan taqiqlarni, ya'ni xatlovlarni biz tekshiramiz. Tekshirish 3 ta usulda amalga oshiriladi. Mulkdorni ismi, sharifi, otasining ismi bilan. Hop,
identifikatsion raqamlari orqali, ya'ni shaxsiy jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamlari orqali tekshiriladi hamda mulkning kadastr raqamlari orqali va mulk joylashgan manzil bo'yicha tekshiriladi. Mana shu yuqoridagi asoslar bilan tekshirilganda mabodo eski taqiqlari bo'lsa ham chiqib keladi dasturda. Buni hozir imkoniyati bor. Undan tashqari ko'chmas mulklarni taqiqlanganlik holati ham notarius tizimida ko'rinadi, ham kadastrning tegishli tizimida ko'rinadi. Ya'ni ikkita joyda ko'rinadi. Agar ikkita joyda ham toza bo'lsa, u bitim bemalol ko'chmas mulk bemalol bitim predmeti bo'la oladi va ko'chmas mulkni tasarruf etish bilan bog'liq bitimni tasdiqlash imkoniyati bo'ladi. Mabodo eski tuski taqiqlari qolib ketgan bo'lsa ham bu bizda ko'rinadi. Batafsil tekshirganda hammasi chiqadi. Hozirgi holatda hech qanaqa xavf-xatar, Xavf-xatar yo'q. Faqat bitta shu joyda men qo'shimcha ma'lumot qilib ketaman. Hozirda mana iqtisodiy jarayonlar juda ham yaxshi rivojlanyapti bizda. Keng imkoniyatlar yaratilyapti. Bozor iqtisodiyotiga kirish bo'yicha ancha-muncha yaxshi imkoniyatlar qilib berildi fuqarolarimizga. Ya'ni bu imkoniyatlardan bittasi, misol tariqasida aytaman, bir shaxs o'zini nomiga ko'chmas mulk sotib oldi ipoteka krediti asosida va ipoteka shartnomasi talabi bo'yicha biz ko'chmas mulkka taqiq qo'yamiz. Ushbu taqiq saqlangan holatda oldi sotish qilish imkoniyati bor hozirgacha kunduzda. Faqat bu qanday amalga oshadi? Garovga oluvchi bank tegishli tartibda notarial idoraga xat beradi, rasmiy. Xatda mazmunda ko'rsatib ketish kerak. Ushbu uy-joy yoki kvartirani taqiqda saqlagan holatda, ya'ni taqiqdan chiqarmagan holatda yangi mulkdor faloncha deb ismi shariflari ko'rsatiladi. Va shunga o'tkazilishga bank e'tiroz bildirmaydi degan mazmundagi xat olinsa, taqiqda turgan, xatlovda turgan ko'chmas mulkni ham oldi sotdi qilish mumkin bo'ladi. Faqat mana shu bitta garovga olinganlik holati bo'yicha. Qolgan holatlar bo'yicha, asoslar bo'yicha taqiqlangan mulklarni tasarruf etish imkoniyati yo'q. Bu qonun o'zi qachondan kuchga kirgan? Hozir siz aytganingiz, qarzdorligi bilan boshqa kishiga o'tkazib berish. Bu tartib ancha bo'ldi. Bor, bu tartib avvaldan ham bor. Yangilik emas, faqatgina banklarga tegishli tartibda bu narsaga ruxsat berildi. Ya'ni ikkilamchi kredit, ikkilamchi ipoteka masalalari bo'yicha imkoniyatlar berildi. Endi bizani keyslarda bunaqa holat bo'lmagan, banklar qarzdorlikni to'lashni talab qilgan. Shu uchun so'radim. O'zi qachondan kuchga kirgandi? Bu tartib avvalambor, faqat bizda hozirda xususiy banklarda bu yaxshi rivojlanyapti. Xususiy banklar tomonidan agar ular o'zini ko'rib chiqadi shartnomasini, manfaatiga mos kelsa, xat berish mumkin. Xat beryapti, biz qilib beryapmiz. Bu holat bankning o'ziga ham ancha yaxshida, to'laydigan boshqa bankning o'zi qaysidir ma'noda bankning o'ziga bog'liq desak ham bo'ladi. Shunday. Bank rozi bo'lsa, biz oldi sotini amalga oshirib berishimiz mumkin. Tushunarli. Nodir aka, endi bizani real faoliyatimiz davomida kuzatiladigan eng qiziq savolni sizga beraman. Odatda biza oluvchi va sotuvchini o'rtasida zaklad, ya'ni tilxat asosida yoki o'zimizning blankamiz bor. O'sha blanka asosida zaklad puli olib beramiz. O'sha narsa qanchalik xavfli? Xo'p, zaklad shartnomasi haqiqatda tuziladi. Zaklad shartnomasiga asosan bir tomon ikkinchi tomonga muayyan bir predmetni yoki tovarni yoki mulkni sotish majburiyatini oladi. Narigi tomon esa narxini, ya'ni o'sha to'lovini to'liq to'lash majburiyatini oladi muayyan muddatda. Zaklad shartnomasi notarius tomonidan ham tasdiqlanadi. Bundan tashqari taraflarni o'zaro tasdiqlashi ham yuridik kuchga hisoblanadi. Yuridik kuchi bor hisoblanadi. Zaklad shartnomasiga asosan zaklad oluvchi taraf shartnomada belgilangan muddatda mulkni zaklad beruvchiga sota olmasa yoki shartnomani bekor qilamiz degan tashabbus bilan chiqsa, olgan summasini 2 barobar qilib qaytarish majburiyati bo'ladi. Ya'ni Sotuvchi xuddi shunday. Oluvchini tashabbusi bilan bu bitim amalga oshmaydigan bo'lsa, ya'ni zaklad bergan tarafni tashabbusi bilan amalga oshmaydigan bo'lsa, zaklad olgan tarafda zaklad qoldiriladi. Ya'ni uni qaytarib olish qonun jihatdan majburiy emas. Qonun uni huquq bermaydi zaklad bergan tarafga. Xo'p, zaklad tilxat ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Bunda o'sha taraflar o'tirib
bitim mazmunni tushiradilar qog'ozga va ushbu bitim yuzasidan faloncha miqdorda pul oldim, faloncha bitimni men bu muddatda rasmiylashtirib beraman degan mazmunda tilxat berilsa, u ham qonuniy hisoblanadi, yuridik kuchi bor. Xo'p, zakalat shartnomasiga asosan pullar to'lanib, lekin bitim amalga oshmay qolsa, manfaatdor taraf sudga murojaat qiladi hamda sud tartibida ushbu summalar undirilishi mumkin. O'zi Nodir aka, mana shu tilxat deganingizga, tilxatni ko'pchilik fuqarolar qonuniy emas deb hisoblaydi. O'zi tilxat qonuniy bo'lishi uchun qanday tartibda bo'lishi kerak? Tilxat yozma ravishda bo'lsa va o'sha ichida bitimni mazmunini belgilaydigan so'zlar yozilgan bo'lsa qonuniy hisoblanadi. Masalan, ism, familiya, pasport ma'lumotlari bo'lishi kerak, to'g'rimi? Qaysi xonadon bo'yicha yoki qaysi Tovar yoki mulk bo'yicha ma'lumotlar, to'liq kadastr ma'lumotlari kiritilgan bo'lishi kerakmi yoki manzilni o'zi yetib ortadimi? Manzilni o'zi ham yetib ortishi mumkin. Hozirgi kunda mana jarayon rivojlanyapti. Axborot asrida yashayapmiz. Tilxatni o'rniga video tasvirga tushirish degan narsa bor. Bu ham dalil hisoblanadi. Biz aytamiz taraflarga, xohlasangiz tilxat yozdirib oling, xohlasangiz video tasvirga tushirib oling. Ikkalasi ham dalil bo'ladi, qonuniy kuchida bo'ladi, qonuniy kuchga ega. Juda ko'p holatlarda men ko'rganman jarayonda, bu tilxatning hech qanaqa qonuniy kuchga emas degan e'tirozlar bildirilganda, endi qaysi asosga asosan mijozlar bunaqa deganini haligacha tushunmayman. Endi shunaqa amaliyotda kuzatilib turadi ba'zida shunaqa gaplar, lekin biz bizga murojaat qilgan taraflarga yoki huquqiy maslahat so'ragan fuqarolarga bu bo'yicha batafsil aytamiz. Ya'ni tilxat ham, video tasvir ham bir xil yuridik kuchga ega dalil bo'la oladi. Ya'ni bir tarafni ikkinchi taraf oldida majburiyatli ekanligi dalili sifatida o'tadi bu. Nodir aka, bugungi podkastimiz juda ham manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Kuzatuvchilarimizga sizga alohida rahmat. Taklifimizdan rad qilmasdan kelib, qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun va keyingi podkastlarda uchrashamiz deb umid qilib qolamiz. Agar sizga podkastimiz yoqgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling. Agar sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Shaxsan Nodir akamni o'zlari javob beradilar. To'g'rimi Nodir aka? Shunday. Yana bir marta sizga katta rahmat. Sizga ham rahmat. Mana shu suhbatni tashkillashtirganingiz uchun katta rahmat. O'ylaymanki, manfaatli bo'ladi hammamizga.